Qorabozor tumani Navbahor mahalla fuqaroligida men Rajab Shuman fermer xo'jaligida faoliyat yuritib kelyapmiz. 2003-yilda tashkil qilingan. Hozirga kelib 120 gektar yerimiz bor. O'shandan 45 hektariga Xitoy 57 navini ekkanmiz. Xudo xolasa paxtamiz zo'r. Ochilgan 100%. Hozirgi kunga bir 60-70 terimchimiz bor, qo'l terim bilan teryapmiz. Qolganini mana paxta mashini bilan teryapmiz. Xudoga shukr, paxta mashini zo'r terishlari. Bu yil to'liq paxta mashini bilan teramiz, paxta mashiniga tayyorlaymiz. Buni 57 navini afzalliklari gerbitsizga chidamlik, hasharot tushmas ekan, barvaqt hosil bo'lagan. Shu yilgi tonnamiz 150 tonna bo'lib, xudo xolasa shuni oshig'i 2 barobar qilib topshirish reja qilganmiz. Bundan kelayotgan daromad bilan texnika bazamizni yangilamoqchimiz, traktor, paxta mashini, xudo xolasa kombayn olmoqchimiz. Ishchilarni oyligini nimasi bilan oshig'i bilan berib, xudo xolasa yaxshi kunlarga to'ylarga ishlatmoqchimiz.